Assalomu alaykum, hurmatli masalarchilar. Mana bugun 31-may, bahorning so'nggi kunlarida biz Qurumatog' tizmasining 1400 metr balandlikdagi joyiga asalari oilalarimizni olib keldik. Mana asalari oilalarimizni joylashishi. Bu yerning tabiati mana shu sizlar ko'rib turgandek. Mana shunday. Mana joyning kunbotar qismi va kun chiqar qismida tog'liq yoppa archador va daraxtlar bilan o'ralgan. Har yilgi bu yerda o'tlar juda ko'p bo'lardi. Lekin bu yil yog'ingarchilik bo'lsa ham sovuq qayta kelishgan paytida o'tlar ancha qurigan. Ularni nimasi hozirgi paytga kelganda har yilgidan pastroq. Lekin asalarilar uchun yetarli deb o'ylaymiz. Hozir bu yerlarda mana ko'rib turgan bo'lsalar, mana shu o'rmonning ichida juda ham o'simliklar, juda ko'p yovvoyi o'simliklar, asal beradiganlar ham. Bu yerimiz turgan joyda mana ko'rib turibsizlar, o'rtoqlar, mana choyot gullagan. Mana choyot Zverovoy deyishadi. Mana choyot, undan keyin mana bu sariq gullar gullagan, mayda gullar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana undan tashqari boshqa o'tlar ham bor. Arilarimiz uchun yetarli deymiz. Undan keyin mana bu tikanlar gullagan. Mana tikanlar gullagan. Mana sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganimiz mana shu O'zbekistonda tabiatini, asal arilar uchun mos keladigan joylarda asalarichilar bilish kerak. Mana bu yil mana bu Tog'rayxon bo'yi pakanroq, endi shoxlar endi bunchalik boshlagan. Ko'rib turgan bo'lsalaringiz kerak. Mana Tog'rayxonni mana bu yerda ham mana Tog'rayxon, mana bunchalagan, mana bular Tog'rayxon. Undan tashqari mana kapalaklar qo'nyapti, yovvoyi arilar qo'nyapti. Mana ko'rgan bo'lsalar, mana bu o'simlik ham asal beradi. Yovvoyi arilar qo'nyapti, qo'ng'izlar qo'nyapti. Mana nektarni ko'rsak, qanaqa olyapti turganini, uni nimasini suqib, ana nektarni olyapti. Mana bu hasharot. Mana ko'rgan bo'lsangiz, undan tashqari mana pijma gullagan pijma, karam bo'yi past. Mana pijma bo'yi pastroq. Undan tashqari mana tabiat soyning juda katta emas, soy suvi ozroq, lekin yil davomida bo'lib turadi. Bahorda ko'proq bo'ladi. Undan keyin gulchang beruvchi mana o'simliklar soyni bo'ylarida juda ko'p. Mana ko'ryapsizlar, mana bu o'simlik, bu gulchang beradi, asal beradi. Undan tashqari soyni bo'yida nimalar, yolqin va boshqa o'tlar juda ko'p. Shirach
shirachilar gullab bo'lgan. Mana shirachilar gullab bo'lgan bular. Bulardan nima? Bog'li gullar edi. Vahrat kelsa ham bo'ladi. Shirachi guliga faqat shirachi gulida bu yerda sovuqroq bo'lib, nimalar havo sovuq ketgan kunlari arilarga qo'shimcha oziqa berib turishga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'sha davrda biz kelmadik. Mana bu yerda boshqa o'simliklar ham ko'p. Namataklarni bir turi sariq guledaqoni mana gullab bo'lgan u. Namataklarni boshqa turi u nimalarni archalarni ichida ko'rdik. Ular gullayapti ekan. Yaxshi. Va umid qilamizki, bu yerda har yil kelganimizda yaxshi asal bo'ladi. Ob-havosi ham dengiz sathidan 1400 metr baland bo'lgani uchun bu yerlar juda sovib ketmaydi. Yoz kunlari juda ham isib ketmaydi, yetarlicha miqdorda bo'ladi. O'simliklar shira ajratish uchun va shira yaxshi keladi. Mana soyning yerida ko'ryap turgan bo'lsalar, ba'zi gullar gullab turibdi. Bo'talar. Endi har bir asalarichi o'zi jetallash bilish kerak va yilni kelishini bilish kerak. Qaysi gullar asal beradi, qaysi gullar gulchang beradi. Shularga qarab arilarni o'sha joylarga qaysi mavsumda olib borish kerak va qanday asal olishga arilarni o'sha davrga yetguncha tayyorlab borish kerak. Shuning uchun aziz do'stlar, o'sha O'zbekistonda asalli o'simliklari va O'zbekistonning tog'li hududlarining o'simlik dunyosi bilan har bir o'quvchi tanishi bo'lishi kerak va arilarni shunga moslab turib ish olib borish kerak va tog'da asalidan olishga muyassar bo'lish kerak. Bugungi videomizda asosan shularni ko'rsatmoqchi edik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.